Hech qachon eringizga, ya'ni turmush o'rtog'ingizga hozir sanaganlarimni qilmang. Birinchidan, eringizni boshqa erkaklar bilan solishtirmang. Bu uni shaxsiyatiga tegadi va sizga bo'lgan mehrini kamayishiga olib keladi. Ikkinchidan, sizni o'zingizni shaxsiy gigiyenik yoki yuz parvarishlari yoki massajlar, ya'ni o'zingizni shaxsiy rivojlanishingizga, chiroyli bo'lishingizga ketadigan informatsiyalarni eringizga bermang. Mana hozir men salonga boraman, ya'ni siz haqingizda eringiz o'sha shuni qilmasa xotinim xuna bo'lib qolar ekan yoki shuni qilgani uchun xotinim chiroyli bo'lib qolyapti degan informatsiya bo'lmasin. Har doim ozgina sirli bo'ling. Keyingisi, hech qachon eringizga qilayotganingizni minnat qilmang. Ya'ni ba'zi ayollar vaqti kelishi mumkin, vaziyat shunaqa bo'lishi mumkin, erkaklariga pul ishlatishi mumkin yoki nimadir sovg'alar olishi mumkin, ular qaytimini olmasligi mumkin. Hech qachon qilayotgan munosabatingizni, berayotgan, ishlatayotgan pullaringizni minnat qilmasdan ishlating. Yurakdan chiqarib ishlatsangiz, ishonchim komilki, mana shu ishlatayotgan pullaringiz ortig'i bilan o'zingizga qaytib keladi yoki erkakka nisbatan munosabat. Yana bitta masala, erkagingizga berayotgan mehringizni ham sanamasdan bering. Ya'ni mana senga mana bunaqa qilyapman, lekin sen menga mana bunaqa qilmayapsan. Men senga mehr beryapman, seni xizmatingni qilmayapman, sen menga hech narsa bermayapsan degan minnatli so'zlarni